payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan keyin nimani imperiyani, ya'ni islom imperiyasini 4 ta xalifa boshqargan. So the Imperium of Islam. O'shalar uchinchisi Usmon roziyallohu anhu bo'lgan. O'sha xalifa Usmon davrida Qur'on ko'chirtirilgan. So this Quran was 7-asrda in the 7th century by. ikkinchi yarmi. Okay. Bundan 5 ta, ayrim rivoyatlarda 6 ta ko'chirilgan deydi. Keyin qolgan 5 tasini xalifalikni katta shaharlarga yuborilgan, ya'ni hamma musulmon bo'lgan odamlar shu asosida Qur'onni o'qisin dedi. Bittasi xalifa Usmonning o'zida qolgan bir domlasi. U kishi o'sha Qur'on, mana shu Qur'onni o'qib o'tirgan paytida fitnachilar bostirib kirib, u kishini orqasidan qilich yurgan va qoni shu Qur'onga sachragan. Mana shu Qur'onda o'sha qon izlari bor. Buni 2000-yil UNESCO haqiqiyligi, asl nusxa ekanligi haqida anaqa bergan. Sertifikat bergan. Okay, amazing. And this was in which century you said? 7th. 7th century. 7-asr. And that was in Uzbekistan. Qaysi territoriya qayerda? Bu Makkada bo'lgan. In Mecca. Saudiya Arabistonida. Okay. O'zbekistonga kelib qolish tarixi shu Amir Temur Turkiyani borib bosib olgan paytda o'sha yerdagi nimalar bilan olib kelgan degan gap. Okay. And when was that also said? U qachon kelgan? 15-asrda. In 15th century. 15th century. Amir Temur haqida He took the book and he brought it to Yes, Uzbekistan. yes. Okay. Xo'ja Ahror Vali degan shayx ham o'tgan, o'sha olib kelgan degan gap ham bor. Okay. And the first Renaissance was in which Birinchi Renessans nechinchi yil bo'lgan? Birinchi Renessans 8-asr bo'ldi boshlangan. 8-asr o'rtasidan 8-asr o'rtalaridan o'sha bizda birinchi Renessans gullab yashnashni boshlagan to 10-asr, 12-chi mo'g'ullar bostirib kirgungacha bo'lgan 12-13-asrgacha. Ibn Sino, Beruniy, Xorazmiy shu kabi olimlar yetishib chiqqan. So during the first Renaissance, yes. Okay. Ibn Sino tanida, Ibn Sino. It's Avicenna. Medical. Avicenna was also doing that. Xorazmiy nolni kashf qilgan, nol sonini kashf qilgan matematikada. O'sha nol kashf qilgandan keyin mana shunaqangi kameralar, mobil telefonlar ishlashiga u anaqa dostуп ochilgan. Beruniy Yerni globusini yaratgan. Yeah, of course. U bir joyda o'tirib topgan shu narsa. O'tirib yulduzlarga qarab topgan. With the stars. Discovered it with the stars. Yes. Keyin masalan Yerni o'lchamini qanchadir bir 50 kilometrgami, nechidir kilometrga adashgan hozirgi Yerni radiusini o'lchaganlar. Bitta xonada o'tirib. Bitta xonada o'tirib Just with the stars. You will see the Globus now. Okay. We have to go on.